Shunday surat. Mana bugun Mahmud akamning xonadonidamiz. Mana Mahmud akam. Assalomu alaykum. Yaxshimisizlar? Mahmud akam bizni kursdosh bo'ladilar. Toshkentda shu madaniyat oliygohida birga o'qiganmiz akam bilan. Mana bu kishini xonadonlaridagi torlar, ruboblar, mana bu yerda hammasini o'zlari remont qiladilar. Mana bizni torni ham juda chiroyli qilib remont qilib berdilar. Akamizga katta rahmat aytamiz. Mana ko'rinishlari ham mana chiroyli tor bu. Hozir mana remontdan keyin olib chiqdim, maza qildim, lekin akamizga ishlariga omad tilaymiz, rivoj tilaymiz. Mahmud aka, ishlaringizga omad. Uyga keling aka, mehmon bo'ling. Rahmat katta. Sog' bo'ling akajon. Omad sizga. Rahmat. O'rtoqlar, kimda kim agar torni juda ham chiroyli chiqishini, ovozlarini chiqishini xohlaydigan bo'lsa, mana Mahmud akamga uchrashishlari mumkin. Ustani o'zlariga mana akam.